Aziz yurtdoshlar, bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. To'qinib 1,3 sonli yangi tartib atrofida odamlar orasida endi ko'pchilik pensiyasiz qoladi. Stajim yo'q bo'lib ketar ekan. Ishlagan yillarim hisobga olinmas ekan degan gaplar ko'paydi. Bu mavzu faqat pensiya yoshiga yaqin insonlarga emas, hozir 25, 35, 45 yoshda ishlab yurgan barchaga tegishli. Chunki pensiya masalasi oxirgi oyda emas. Butun mehnat hayoti davomida yig'iladigan huquqdir. Men sizga bugun vahima tarqatmasdan, lekin yashirmasdan tushuntiraman. Oldin qanday edi, hozir nima o'zgaryapti, kim xavotir olish kerak, kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi hujjatlar sizni qutqaradi va qaysi xatolar odamni haqiqatan ham pulsiz qoldirishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta kichik hujjat yoki bitta ariza sizning o'ylab, hatto yillab kutadigan pulingizni hal qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu yerda murakkab qonunlarni oddiy xalq tilida tushuntirib beraman. Avvalo eng asosiy narsani aytaman. Pensiya men ishlaganman-ku degan gap bilan emas, isbot bilan tayinlanadi. Ya'ni sizning mehnat tajingiz, ish haqi, to'langan ijtimoiy soliq, mehnat shartnomangiz, mehnat daftarchangiz yoki elektron bazadagi yozuvlaringiz bo'lishi kerak. Oldin ko'pchilik odamlar pensiyaga chiqayotganda eski mehnat daftarchasini olib borardi. Unda qaysi korxonada, qaysi yillarda ishlagan yozilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi shu yozuvlarga qarab stajni hisoblar edi. Agar korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olinardi. Agar yozuvda xato bo'lsa, sud orqali yoki qo'shimcha hujjatlar orqali tasdiqlashga harakat qilinar edi. Endi esa tizim tobora elektronlashmoqda. Ishlagan yillaringiz faqat daftarchadagi muhr bilan emas, elektron mehnat shartnomasi, soliq to'lovlari ish beruvchi tomonidan topshirilgan hisobotlar orqali ham tekshiriladi. Mana shu joyda odamlar orasida qo'rquv paydo bo'ldi. Chunki ko'p insonlar hayotda norasmiy ishlagan davrlar bor. Kimdir bozorda savdo qilgan, kimdir qurilishda kunlik ishga chiqqan, kimdir firmada keyin rasmiylashtiramiz degan va'da bilan yillar davomida ishlagan, lekin shartnoma qilinmagan. Kimdir oylikni konvertda olgan. Kimdir mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona soliq hisobotida ko'rsatmagan. Shunday vaziyatlarda yangi tartib odamdan aniq dalil so'raydi. To'qinib bo'rtib beruvchi sonli tartib atrofidagi eng katta gap shundan iborat. Endi pensiya huquqini aniqlashda rasmiy ish staji va tasdiqlangan daromad masalasi kuchayadi. Bu hamma pensiyasiz qoladi degani emas, lekin qog'ozsiz, shartnomasiz, soliqsiz ishlagan yillarni avtomatik ravishda pensiyaga qo'shib yuborishadi degan umid ham noto'g'ri. Men buni juda ochiq aytaman. Kimki bugun ishlayotgan bo'lsa, albatta o'zining rasmiy stajini tekshirish kerak. Chunki ertaga pensiyaga yaqinlashganda men 20 yil ishlaganman desangiz, bazada 8 yil chiqsa juda katta muammo boshlanadi. Birinchi navbatda xavotir olishi kerak bo'lganlar norasmiy ishlagan yoki hozir ham norasmiy ishlayotgan insonlar. Masalan, Akmal aka 28 yoshda 20 yildan beri qurilishlarda usta bo'lib ishlaydi. Har oy yaxshi pul topadi, lekin hech qayerda rasmiy shartnomasi yo'q. U men ishlayapman-ku, pensiyam bo'ladi deb o'ylaydi. Ammo pensiya tizimi uchun u ishlagan 20 yilning qancha qismi rasmiy tasdiqlangan? Agar hech biri tasdiqlanmagan bo'lsa, kelajakda Akmal aka yoshga yetganda to'liq pensiya emas, faqat juda past miqdordagi ijtimoiy nafaqa yoki minimal to'lovga umid qilishi mumkin. Bu esa oylik daromadga o'rganib qolgan odam uchun juda og'ir zarba bo'ladi. Ikkinchi toifa, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin hujjatlari chalqash insonlar. Masalan, Dilbar opa 1992 yildan 2006 yilgacha tikuv seksida ishlagan. Daftarchasida muhr bor, lavozimi yozilgan. Lekin seks keyinchalik yopilib ketgan, arxivga hujjat topshirilmagan. Pensiya jamg'armasi o'sha davrni tekshirganda ish haqida ma'lumot topa olmasligi mumkin. Bunday holatda faqat daftarcha yetarli bo'ladimi yoki qo'shimcha ma'lumotnoma kerak bo'ladimi? Vaziyatga qarab hal qilinadi. Agar yozuv noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, muhr o'qilmasa, buyruq raqami bo'lmasa, ishga qabul qilingan va bo'shagan sanalar mos kelmasa, muammo tug'iladi. Uchinchi toifa, chet elda ishlagan fuqarolar. Masalan, Sardor 10 yil Rossiyada ishlagan, lekin u yerda har doim ham rasmiy ishlamagan. Ba'zi yillarda patent qilgan, ba'zi yillarda shartnoma bo'lgan, ba'zi yillarda oddiy kunlik ishchi bo'lgan. U O'zbekistonga qaytib kelib, men chet elda ham ishlaganman, stajimga qo'shilsin desa, bu avtomatik bo'lmaydi. Qaysi davlatda ishlagani
o'sha davlat bilan pensiya bo'yicha kelishuv bor yo'qligi, ish beruvchi badal to'laganmi, tasdiqlovchi hujjatlar bormi, hammasi tekshiriladi. Demak, chet elda ishlagan odam ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Mehnat shartnomasi, soliq to'lovi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, migratsion hujjatlar, bank orqali olingan oylik dalillari saqlanishi kerak. 4-toifa. O'zini o'zi band qilganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va mavsumiy ishlovchilar. Bu yerda ham ko'p odam adashadi. Men patent to'laganman, men YTT bo'lganman, men soliq to'laganman degan gaplar yaxshi. Lekin bu to'lovlarning pensiya stajiga qanday ta'sir qilishini alohida tekshirish kerak. Har bir to'lov pensiya uchun bir xil ahamiyatga ega emas. Ba'zi odamlar faqat faoliyatni qo'ni yuritish uchun to'lov qiladi. Lekin pensiya staji uchun yetarli ijtimoiy soliq yoki badal shakllanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men soliq to'ladim degan umumiy gap emas, aynan pensiya stajiga hisoblangan oylar soni muhim. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz siz uchun ijtimoiy soliq to'layotgan bo'lsa, elektron mehnat tizimida yozuvlaringiz to'g'ri ko'rinsa, oyligingiz bank orqali tushsa, shaxsiy kabinetda stajingiz aks etayotgan bo'lsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir tekshirish shart. Chunki xato faqat norasmiy ishda emas, rasmiy ishda ham bo'ladi. Masalan, korxona sizni 2020-yil yanvarda ishga olgan, lekin elektron tizimga 2020-yil iyundan kiritgan bo'lishi mumkin. Bu 6 oy yo'qoladi. Bir qarashda ozdek tuyuladi. Lekin odamning staji chegarada turganida 6 oy ham hal qiluvchi bo'ladi. Tasavvur qiling, Jamshid aka pensiya yoshiga yaqinlashdi. U o'z hisob kitobiga ko'ra 27 yil ishlagan. Lekin rasmiy tekshiruvda 12 yil 6 oy staj chiqdi. Nega? Chunki bir yil kichik firmada norasmiy ishlagan, 2 yil dehqonchilik qilgan, bu yil esa korxona bor bo'lsa ham hisobot topshirmagan. Jamshid aka, men har kuni ishga borganman, odamlar guvoh deydi. Guvohlarning gapi ba'zi holatlarda yordam berishi mumkin. Lekin har doim ham stajini to'liq tasdiqlab bermaydi. Pensiya tizimi hujjat talab qiladi. Natijada uning pensiya miqdori kutilgandan ancha past chiqadi yoki ayrim davrlarni sud orqali isbotlashga to'g'ri keladi. Yana bir misol. Maftuna opa 55 yoshga yaqin. U 2 yil maktabda rasmiy ishlagan. Keyin yakkesi yil uyda bolalar tarbiyasi bilan shug'ullangan. Keyin 6 yil xususiy bog'chada ishlagan. Maktabdagi yillari bazada bor. Xususiy bog'cha esa uni yarim stavka qilib ko'rsatgan. Ayrim oylar umuman hisobot bermagan. Maftuna opa pensiya hisoblatganda o'zi kutgan 1000 yil emas, 11 yil chiqishi mumkin. Bu nimaga ta'sir qiladi? Pensiya miqdoriga. Chunki pensiya faqat yoshga qarab emas, staj va ish haqi bazasiga qarab ham belgilanadi. Demak, rasmiy ishlaganman degan odam ham ish beruvchi uni qanday rasmiylashtirganini tekshirishi kerak. Yana bir muhim misol. Odil aka YTT bo'lib 15 yil faoliyat yuritgan. U har yili to'lov qilgan. Lekin ba'zi yillarda faoliyatini to'xtatib qo'ygan. Ayrim davrlarda minimal to'lov ham qilmagan. Pensiya yoshiga kelganda u 15 yil tadbirkor edim deydi. Lekin tizimda pensiya uchun hisoblangan davr 9 yil bo'lib chiqadi. Mana shu farq odamning kelajakdagi daromadini keskin kamaytiradi. Shuning uchun tadbirkorlar uchun eng muhim maslahat faqat soliq qarzi yo'qligini emas, pensiya staji shakllanganini ham tekshiring. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nuans. Pensiya huquqi bilan pensiya miqdori boshqa narsa. Ba'zi odamlar mening stajim yetadi, demak yaxshi pensiya olaman deb o'ylaydi. Yo'q, staj huquq beradi. Lekin miqdorga ish haqi, badal, o'rtacha daromad va qonundagi hisoblash tartiblari ta'sir qiladi. Siz 25 yil ishlagan bo'lishingiz mumkin, lekin rasmiy oyligingiz doim minimal ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham shunga mos past chiqadi. Aksincha, kimdir kamroq yil ishlagan, lekin yuqori rasmiy daromad olgan bo'lsa, hisob kitob boshqacha bo'ladi. Ikkinchi nuans, konvertdagi oylik pensiyani o'ldiradi. Masalan, siz amalda 5 million so'm olasiz, lekin hujjatda 1 million 200 ming so'm ko'rsatiladi. Bugun bu sizga qulaydek tuyulishi mumkin. Chunki ish beruvchi soliqdan qochadi. Ba'zan siz ham qo'limga ko'proq pul tegsa bo'ldi deysiz. Lekin ertaga pensiya hisobida davlat sizning haqiqiy olgan pulingizni emas, hujjatda ko'rsatilgan rasmiy daromadingizni ko'radi. Ya'ni bugungi qulaylik ertangi katta yo'qotishga aylanadi. Uchinchi nuans, bola parvarishi. Harbiy xizmat, o'qish, nogiron qarindoshni parvarish qilish kabi davrlar bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin.
Ko'pchilik bu davrlar ham avtomatik qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida bunday davrlar uchun ham hujjat kerak. Farzand tug'ilganlik guvohnomasi, harbiy bilet, o'qish joyidan ma'lumotnoma, parvarish bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlar. Agar hujjat bo'lmasa yoki sanalar mos kelmasa, davr hisobga olinmasligi mumkin. Masalan, ayol kishi 3 farzandni tarbiya qilgan bo'lsa, u shu davrlar hisobga olinadi deb umid qiladi. Lekin farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari, pasportdagi ma'lumotlar mos bo'lmasa, tekshiruv cho'ziladi. 4-nuans, familiya, ism, otasining ismi o'zgarishi. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda katta muammo tug'diradi. Masalan, mehnat daftarchasida Gulnora Karimova, pasportda esa nikohdan keyin Gulnora Tursunova bo'lsa, nikoh guvohnomasi bo'lmasa, hujjatlarni bog'lash qiyinlashadi. Yoki eski hujjatda ism bitta harf bilan boshqacha yozilgan bo'lsa ham, tizim buni boshqa shaxs deb ko'rishi mumkin. Shuning uchun ayollar, ayniqsa nikohdan keyin familiyasi o'zgarganlar, barcha bog'lovchi hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yishi kerak. 5-nuans, korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, bu hali hammasi tugadi degani emas. Arxivga murojaat qilish mumkin. Soliq organlaridan ma'lumot izlash mumkin. Sobiq ish beruvchining huquqiy vorisi bo'lsa, undan ma'lumotnoma olish mumkin. Ayrim holatlarda sud orqali faktni aniqlash mumkin. Lekin bu jarayon vaqt oladi. Shuning uchun pensiya yoshiga bir oy qolganda emas, kamida 2-3 yil oldin tekshirishni boshlash kerak. Men hatto 40 yoshdan keyin har bir inson o'z stajini bir marta tekshirtirib qo'yish kerak deb hisoblayman. Endi eng kerakli qism, siz bugundan nima qilasiz? Birinchi qadam, o'z mehnat stajingizni tekshiring. Buning uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, Davlat xizmatlari markazi, MyBokkov.uz, soliq organlarining shaxsiy kabinetlari yoki mehnat tizimiga oid elektron xizmatlar orqali ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Sizning vazifangiz bitta. Men qaysi yillarda rasmiy ishlaganman va bu tizimda ko'rinayaptimi degan savolga aniq javob olish. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi bo'lsa, uni yo'qotmay, rasmini olib qo'ying. Nusxasini notarial tasdiqlatish kerak bo'lsa, oldindan qiling. Mehnat shartnomalari, ishga qabul qilish buyruqlari, ishdan bo'shash buyruqlari, oylik ma'lumotnomalari, soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar. Bank kartangizga oylik tushganini ko'rsatuvchi ko'chirmalar, ITT to'lovlari, o'zi band qilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, farzand tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomalari. Familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, bularning hammasi kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, hozir ishlayotgan joyingizni tekshiring. Kadrlar bo'limidan so'rang. Men bilan mehnat shartnomasi tuzilganmi? Elektron tizimga kiritilganmi? Stavkam qanday ko'rsatilgan? Oyligim rasmiy ravishda qancha? Ijtimoiy soliq to'lanyaptimi? Bu savollar uyat emas. Bu sizning huquqingiz. Agar ish beruvchi keyin qilamiz, shartnoma shart emas. Pensiya baribir bo'lmaydi desa, bilingki, bu gaplar sizning kelajagingizni xavf ostiga qo'yadi. Ish beruvchiga og'zaki emas, yozma murojaat qiling. Meni rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishga qabul qilish va elektron tizimga kiritish bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Arizaning nusxasida qabul qilingan sana va imzo bo'lsin. 4-qadam. Eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv izlang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, u qaysi tumanda ro'yxatdan o'tganini aniqlang. O'sha hududdagi arxivga, soliq organiga yoki hokimlikka murojaat qiling. Arizada aniq yozing. Qaysi korxonada, qaysi yillarda, qaysi lavozimda ishlagansiz? Sizga ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma kerak. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomini ko'rsating. Agar buyruq raqamini bilsangiz, albatta yozing. Arxivda ma'lumot topilmasa, yozma javob oling. Chunki keyingi bosqichlarda, jumladan sudda, arxivda ma'lumot yo'q degan rasmiy javob ham kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam. Xatoni ko'rsangiz, kutib o'tirmang. Masalan, bazada 2000 yomlik, 2000 yomlik yillar ko'rinmayapti. Sizda esa o'sha davr bo'yicha shartnoma va oylik ma'lumotnomasi bor. Darhol pensiya jamg'armasiga yoki tegishli organga murojaat qiling. Arizada falon davrdagi mehnat faoliyatimni pensiya stajiga kiritish uchun hujjatlarimni ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Hujjatlarning nusxasini ilova qiling, aslini o'zingizda saqlang. Har bir murojaatga kirim raqami oling. Telefon orqali aytilgan gapga suyanmang, rasmiy javob oling. 6-qadam.
Agar rad javobi kelsa, tushkunlikka tushmang. Rad javobida nima sabab yozilganini diqqat bilan o'qing. Hujjat yetarli emas, ma'lumot tasdiqlanmadi, davr mos kelmadi, ish haqi ko'rsatilmagan kabi sabablar bo'lishi mumkin. Shunga qarab qo'shimcha hujjat yig'iladi. Kerak bo'lsa yuristga murojaat qilinadi. Ayrim hollarda sud orqali yuridik faktni belgilatish mumkin. Lekin men yana takrorlayman, bu ishni vaqtida boshlagan odam yutadi. Pensiya yoshiga yetgandan keyin daromadsiz kutib qolish eng og'ir holat. 7-qadam. Farzandlaringizga ham tushuntiring. Chunki yoshlar pensiya hali uzoq deb o'ylaydi. Bugun 25 yoshli yigit kafeda, do'konda, qurilishda, taksida, onlayn xizmatda ishlayotgan bo'lishi mumkin. Agar u rasmiylashtirilmagan bo'lsa, uning kelajakdagi staji yig'ilmayapti. 10 yil o'tib afsuslanmaslik uchun hozirdanoq rasmiy ishlash madaniyatini shakllantirish kerak. Ota-onalar farzandiga faqat ko'proq pul top demasdan, rasmiy ishlayapsanmi? Shartnomang bormi? Soliq to'lanyaptimi deb ham so'rashi kerak. Men alohida ogohlantiraman. İnternetda pul bersan, sta qilib beramiz. Arxivdan hujjat chiqarib beramiz. Pensiyani ko'paytirib beramiz degan firibgarlar ko'payishi mumkin. Bunday odamlarga ishonmang. Staj faqat qonuniy hujjatlar bilan tasdiqlanadi. Soxta ma'lumotnoma ishlatish juda xavfli. Bu nafaqat pensiyadan mahrum bo'lishga, balki javobgarlikka ham olib kelishi mumkin. Agar kimdir sizga tanishim bor, hammasini hal qiladi desa, avvalo rasmiy yo'lni tanlang. Pensiya jamg'armasi, Davlat xizmatlari markazi, arxiv, soliq organlari, sud mana qonuniy yo'llar. Yana bir muhim jihat, pensiya masalasida har bir insonning olati alohida ko'riladi. Bir odamning staji yetmagan bo'lsa, bu hamma pensiyasiz qoladi degani emas. Bir odamning hujjati qabul qilingan bo'lsa, bu sizniki ham avtomatik qabul qilinadi degani emas. Shuning uchun qo'shnining gapi, tanishning tajribasi, ijtimoiy tarmoqdagi post bilan qaror chiqarmang. O'zingizning hujjatingizni tekshiring. O'zingizning shaxsiy holatingiz bo'yicha rasmiy javob oling. Demak, huquqiy bir uchun sonni tartib atrofidagi asosiy xavf shunda. Norasmiy ishlagan, hujjatsiz qolgan, oyligi yashirilgan. Elektron bazada staji ko'rinmayotgan insonlar ertaga pensiya hisobida katta muammoga duch kelishi mumkin. Bu hammani pensiyasiz qoldiradi degani emas, lekin beparvo odamni albatta qiynaydi. Pensiya huquqi hujjat bilan himoyalanadi. Bugun tekshirgan odam ertaga yutadi. Bugun mayli keyin ko'raman degan odam esa pensiya yoshida idora yurib, o'z mehnatini isbotlashga majbur bo'lishi mumkin. Mening sizga ekspert sifatidagi eng aniq maslahatim: stajingizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing, ish beruvchidan rasmiylashtirishni talab qiling. Eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv ma'lumotlarini oldindan oling va barcha murojaatlarni yozma qiling. Agar xato topsangiz, darhol tuzating. Agar rad javobi olsangiz, sababini aniqlang va qonuniy tartibda davom eting. Sizning holatingiz qanday? Rasmiy stajingizni tekshirganmisiz? Mehnat daftarchangizdagi yillar elektron bazada ko'rinyaptimi? Izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun bitta odamni, ertaga esa butun bir oilani pensiya muammosidan asrab qolishi mumkin.